Karadeniz. Tohir, bolam, senga aytishim kerak bo'lgan narsalar bor. Yuragimda og'ir yuklangan sirlar. Buni yuzingga aytishni qancha istadim, ammo qo'limdan kelmadi. Endi bu maktubni yozib bir joyga yashirishdan foyda yo'q. Sen tentak Tohir bilan Sakinaning o'g'lisan. Hammaga haq, huquq, insofdan nutq so'zlagan Sonya xonim. Mening nima gunohim bor deb tinimsiz so'rardingiz-ku, ona? Ana, hammamiz nima gunohingiz borligini bilib qoldik. Aqling yetmagan ishlarga aralashma. Siz aqlimiz yetadigan qilib tushuntiring, onajon. Gapiring, biz ham bilaylik nima ekan. Shunday bo'lishi kerak edi. Shunday bo'lishi kerakmidi? Nima qilishim kerak edi? Bag'rimga bosmay masjid hovlisiga tashlab ketishim kerakmidi? Oo. Buncha bag'ri keng bo'lmasangiz, ona? Amakim bilan yangamni o'ldirtirganingizda ham shunaqamidingiz, onajon? Men o'ldirtirmadim. Nega borib Fikri degan o'sha qotildan hisob so'ramaysizlar-u? Mendan so'rayapsizlar. Yo'q endi. Qoyil lekin qoyil. Albatta undan ham hisob so'raymiz. Men ukamga nima deyman, onajon? Tohirga nima deyman endi? Siz bizdan akamizni tortib oldingiz. Hali ham akamiz. Har doim shunday bo'lib qoladi, egizim. Jim qolsak, indamasak, hech narsa gapirmay qo'ya qolsak deyman-da. Tohirni politsiya qidirib yurganida nega keldi deb o'ylaysiz, Mustafa? Ha. Mendan hisob so'ragan. So'rasin albatta. Sizdan albatta hisob so'raydi, onajon. Fikriyatni o'ldirish oson, yoqasidan tutib qamoqqa tiqish ham oson. Sizchi? Siz nima qilasiz, ona? Tohirning yuziga qanday qaraysiz? Qaramayman. Hech kimni yuziga qaramayman. Istamasa hech kim men yuzimga qaramasin. Men Fikret degan o'sha qotil nusxaga Sakina va amakini manzilini aytmadim. Men otasiga manzilini berdim. Qizini qayerdaligini bilishga uni haqqi bor edi. Qizini orqasida balosi borligini qayerdan bilay? Men qayerdan bilay Fikret degan qotil o'sha yerda yashirinib turganini? Nima qilishim kerak edi? Otasi qizini xavotirdan o'layozgan edi. Siz rahmatli dadamga aytgandingiz-ku, onajon. Ismini Tohir qo'ymaylik. Qismatini yashamasin deb. Siz o'sha taqdirni o'zingiz bichgan ekansiz-da. Tag'in xuddi bularni hech boshdan o'tkazmaganday. Nafasga aytmagan gapingiz qolmadi. Baloli erni boshimizga yetaklab keldi deb tinimsiz aylantirdingiz. Sakinaning balosini boshiga yuborgan ekansiz. Ana, hamma ko'rsatganini ko'radi. To'g'rimi, onajon? Nima dedingiz? To'g'rimi? Albatta. Tohir akamga nima deb javob qilar ekansiz? Juda qiziqyapman, onajon. Bo'ldimi? Tugadimi? Ayblovingiz, ta'na madomatlaringiz tugadimi? Men Tohirimni bag'rimga bosdim. O'g'lim dedim. Sizlardan ayirmadim uni. Nima qilishim kerak edi? U sizlarni amakingizni o'g'li deyishim kerakmidi? Yoki kichkina bolaga seni ota-onangni o'ldirdilar deyishim kerakmidi? Ko'z yoshli, bo'yni qisiq katta bo'lsinmidi? Men unga ona bo'ldim.
Eshityapsizlarmi? Unga ona bo'ldim. Lekin sizlar buni tushunmaysizlar. Sizlar haqiqiy onalikni tushunmaysizlar. Tushunmaysiz. Bu mashina bilan davom etmaylik. Taksigacha yura olasanmi? Yuraman. Ko'p yurmaysan o'zi ham. Qayerga ketamiz, dada? Siz bilan ketsak bo'ldi. Qani ketdik. Shu Sonya xonim yana yurak xurujini o'tkazdi. Voy, nima bo'ldi? Hozir yaxshimi? Ha. Senga yomon gap gapirmayaptimi? Yo'q, aytmayapti opa. Aytsa ham e'tibor bermayman. Dadam yaxshimi? Jim, ovozi chiqmaydi. Ertalabdan kechgacha shunday o'tiradi. Gaplashmaydi ham. Lekin sen xafa bo'lma, xo'pmi? Hammasi iziga tushadi. Dadam seni yaxshi ko'radi. Hatto mendan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi. Mayli. Salomat bo'ling, opa. Opa. Labay. Hech nima, shunchaki. Xayrli tun. Xayrli tun. Siz men bilan qachongacha gaplashmoqchi emassiz, Jamil? Ko'p cho'zib yubormang endi. Istasangiz uring yoki baqiring. Lekin o'zingizdan meni mahrum etmang, meni, Marjonimni, Nazarimni. Nazar kim? Men Tomirni topdim. Modomiki topding, bosib qo'yma. Meni ham ichim yonadi. Men ham bu eshikdan oppoq kelin ko'ylak bilan chiqishini istardim. Siz qizil tasmani beliga bog'lashingizni ham. Lekin borib birinchi bor anavi it bilan turmush qurdi. Keyin esa yuzimga oyoq bosib ketdi. Nazar qo'ng'iroq qildi. Qalay ekan? Sonya xonim yurak xurujiga yo'liqibdi. Qarab turgan ekan. Qizimga teginmasin-u, unga Alloh salomatlik bersin. Dada, Ha, Nazar sizni juda yaxshi ko'rishini aytdi. qanchalik yaxshi ko'rishini bildik. Hamma ko'rdi. Barchaning oldida yur deganimda nima qildi? Qo'ndoqni tutib o'ziga o'qtaldi. Dada meni oting dedi. Shapaloq urganim uchun 3 kun. 3 kun yig'ladingiz qizingizga. Sog' bo'l qizim. Yoqimli ishtaha. Haliyam aqlim yetmayapti. Amaki, siz bilarmidingiz? Yo'q, qizim, bilmasdim. Nima deyishni ham bilmayman. Shu fikr degan odamga doim bir g'alati hislarni his qilardim. Lekin sira nomini qo'ya olmasdim. Esma, da'vo qo'zg'ash mumkinmi? Ya'ni ochilishga ochsa bo'ladi-ku. Katta ehtimol bilan jinoiy ish vaqt o'tgani uchun yopiladi. 25 yil o'tib ketgan-ku. Fikretning qilmishi muddaoimiz emas-ku. Gap Tohir yolg'on ichida o'sgani.
Bilmadim, aqlim yetmayapti. Mayli. Menga endi ruxsat, kech bo'ldi. Biz o'z dardimizdamiz. Seni bu ishing nima bo'ladi endi o'g'lim? Har doim aytganingizdek, domla, xayrlisi nima bo'lsa, shu bo'lsin ilohim. Mayli, xayrli tun. Xayrli tun. Sen Alini kuzatib qo'y. Bu mashina kimniki? Oldingi hamkasb do'stlarimizdan biriniki. Amallab turdi bu yerda, sog' bo'lsin. Sen uyga kiraver, sovqotasan. Ali, xafa bo'lmang. Ya'ni ishni o'ylab. Xafa bo'lmayman. Yaxshiman. Ya'ni yana shunday bo'lsa, yana og'aynimni himoya qilaman. Nima ham qilardim? Xayrlisi deb qo'yaveramiz-da. Surishtiruvdan hech narsa chiqmaydi. Ya'ni aybsizligingiz aniqlanadi. To'g'risi, isma ochig'i chiqadimi, chiqmaydimi bilmayman. Faqat qurolni taslim qilishda qiynaldim. Lekin aytdim-ku, og'aynimga jonim fido bo'lsin. Alal oqibat endi ishsiz qaylig'ing bor. Rizq Allohdandir. To'g'ri aytasan. Rizqni Alloh beradi. Mayli, ichkariga kira qol, sovqotasan. Bo'pti, rahmat. Xayrli tun afandim, xush kelibsiz. Xayrli tun. Hoppa. Bizga 3 kishilik xona kerak. Biz bir jamoamiz. Xo'p bo'ladi afandim. Hujjatlaringizni ko'rsam bo'ladimi? Xush kelibsiz, komissarim. Ochqadikmi? Ha, Restoraningiz ochiqmi? Albatta afandim. Restoranimiz 11 gacha ishlaydi, lekin oshxonamiz 24 soat ishlaydi. Biz biror xodimingizni navbatchi dorixonaga jo'natsak, surtma malham kerak. Singan suyak og'rig'ini qoldiradigan. Xo'p afandim. Ularni 200-raqamli xonaga olib bor. Xayrli tun afandim. Minnatdorman. Qani ketdik. Hoppa. Qani yuringlar. Marhamat afandim. xonani qaranglar. Afandim, xonani ko'rsatishimni istaysizmi? Kerak yo'q, o'zimiz topib olamiz. Qani marhamat qilinglar. Minnatdorman afandim. Xayrli tun. Biz minnatdormiz. Sog' bo'ling. Xayrli tun. Xayrli tun. Yotoqni kattaligini qaranglar. Mayli, men qaramayman. Bizni o'g'ilcha katta bo'lib qolibdi-ku. Ha, gapirma.
Necha kundan beri hidlanib ketdim. Men dush qabul qilay. Sizlar mendan keyin kirasizlar. Menga sira yomon hid kelmadi. Menga ham sezilmadi. Bo'pti. Kel bu yoqqa bolajonim. Oyi, Bolajonim, men sizga aytdim, dadam bizni topadi dedim. Ana ko'rdingizmi, topdi. topdi bolajonim. Topdi. Nima yeysan bolajonim? Brokkoli yeyman. Hatto tuxum ham yeyman. Oyi, qarang, Ma'shuq ham shu yerda ekan. Ha, oshig'ini topdi Ma'shuq ham. Mustafa, hali o'tirasizmi? O'tiribman shunday. Fikratbekga qo'ng'iroq qilyapman, javob bermayapti. Osiyo. U mening ukam. Albatta shunday Mustafa. Qardosh tug'ishgan bo'lish uchun bir qorindan tushish shart emas. Tohir biz uchun jigardan tug'ishgandan afzal-ku. Shunday bo'lib qoladi. Bilmasam Osiyom. Albatta azizim shunday bo'lib qoladi. Boshqa nima ham bo'lardi? Bilmadim Osiyo. Bilmayman qanday bo'ladi. Nazar. Kel. Qumlikka ketyapman. Senga xayrli tun degim keldi. Xayrli tun. Nima qilding? Onangga qo'ng'iroq qildingmi? Marjon opam bilan gaplashdim. Aytdingmi Tohir akamni? Yo'q, aytmadim. Bu oila siri-ku, aytilmaydi. Men Soniya xonimni yurak xuruji o'tkazganlarini aytdim xolos. Sog' bo'l. Sog' bo'l. Bilasan-a? Senga aytganlarim haqiqatga aylandi. Yo'q, haqiqat bo'lmadi. U seni hali ham bola xayollaring. Tohir seni akang. Nazar. Qanchalik yaxshi ish qilgan ekanman senga ko'ngil qo'yib. Barakalla senga unda. Sog' bo'l. Sen ham omon bo'l.
Xayrli tun. Xayrli tun. Xayrli tun. Xayrli tun. Xayrli bo'lsin ilohim. Top-toza bolajon jo'natyapman. Jo'natkinchi shu top-toza bolajonni bir yayrab suyaman. Men ham oppoq bo'lgan dadani quchoqlayman. Oppa! Oh! Oh, hidingdan jannat hidi. Ke, o'tir yonimda. Nafas biroz shoshsang restoranga ulgurardik. 5 daqiqa. 5 daqiqa. O'g'lim, senga hayot sabog'i. Bir ayol 5 daqiqa desa, bu eng kamida yarim soat deganidir. Lekin buni onangga aytma, xo'pmi? Sir. Xuddi shunday. Oh, yeb qo'yaman-da seni. Mua. Aka, men qumlikka ketyapman. Yaxshi, men ham boraman. Sen qayerga ketasan? Seni yolg'iz qo'ymayman. Boringlar, ukalarim, boringlar. Boringlar. Mustafa, Gapir jonim. sizga qarayman. Tohirga qarayman. Keyin yangazlarimga qarayman. Menimcha sizlarni hech qaysingiz Sonya xonimni bolasi emassizlar. DNK tekshiruvmi, bir nima o'tkazish kerakmi? Filmlarda bo'ladi-ku shunaqasi. Rahmatli dadam halol, pokiza, to'g'ri, tuzuk odam edilar. Fe'lini ham, tarbiyasini ham ulardan olganmiz. Alloh rahmat qilsin. Amin. Men yana bolimning xonasiga ko'chamanmi? Yo'q, azizim. Nazar yigitni xonasiga ketdi. Kel dedim, kelmadi. O'zi biladi, mayli. Siz bemalol joyingizga kelishingiz mumkin. Ha, o'tiraverasizmi? Qani, turaylik, yotamiz. Yaxshi, Qani mayli. ketdik. Biroz uxlashga urinaylik. Nafas, bo'la qol. Sizlar tushinglar, men 5 daqiqada boraman. Men nima degandim senga? Biz pastga tushaveramiz unda. 5 daqiqa. Ha, 5 daqiqa. Bo'pti. Chiqishing mumkin. Oyjon, juda chiroylisiz.
Nafas, Labbay Tohir. xonani kalitini oldingmi? Tohir. Minnatdorman bolajonim, mulozamatlisan. Juda go'zal bo'libsan, Nafas, juda go'zal. Tohir, nega uyaltiryapsan odamni? Seni chindan ham esing joyida emas. Qani, yoqimli ishtaha. Keyin uyga borishibdi. Hamma kelibdi. Hamma kulibdi. Ochqashibdi. Juda ko'p kofta pishirishibdi. Juda ko'p kartoshka qovurishibdi. Shunchalik ko'p ekanki, to'yib qolmaslik uchun hech kim non yemabdi. Kofta ko'p ekan, faqat kofta yeyishibdi. Ko'p mol yeyishibdi. Judayam to'yib ketishibdi. Hammani qorni katta bo'libdi. Rosa kulishibdi. Hech ham sovqatishmabdi. Sekinroq. Sekin. Malham buyurgandek shu kelgandir. Marhamat afandim, buyurtmangiz. Katta rahmat. Xayrli tun afandim. Xayrli tun. Oyog'ingni uzat-chi. Tohir, qo'y, kerak emas. Uzat dedim. Tohir, buncha qaysar bo'lmasang? Qora dengiz yigitimanda Nafas. Uzat oyog'ingni. Og'riyaptimi? Biroz. Mendan jahling chiqdimi? Ya'ni seni politsiyaga aytib berganim uchun. Jahlim chiqmadi, ranjidim. Og'riyaptimi? Hayron bo'ldim. Lekin tushundim ham. Nimani tushunding? Nima qilmoqchi bo'lganingni. Xo'sh, seningcha men voz kechdimmi? Nafas. Hozir eshik taqilib ichkariga politsiya kirsa men hayron bo'lmayman. Lekin sen voz kechdingmi? Tohir, men juda ham qo'rqdim. Men ham. Tohir, sen qo'rqmasding-ku. Bir paytlari shunday edi. Lekin hammasi o'zgardi. Xo'sh, nima o'zgardi? Hamma narsa. O'limdan emas, Nafas. Sizlarsiz qolishdan qo'rqaman. Sizlarni o'zimsiz qoldirishdan.
Elas eslayman. Bir gal otam shunday degandi. Otalar oilalari yonida bo'lsa, jasur bo'lishadi. Yolg'iz qolganlarda esa qo'rqoqdirlar. Bolalikda bu gapni ma'nosini mulohaza qilmabman, lekin nima deganini endi tushunyapman. Qo'rqqanimdan tushundim, Nafas. Qo'rqqanimdan seni tushundim. Xo'sh, endi nima bo'ladi? Ertaga ertalab bir ishim bor. Undan keyin ketamiz. Tohir, qo'lga tushsak-chi? Unaqa bo'lmaydi. Qalay, yaxshi bo'ldimi? Tohir. Ali menga taqib uskunasini berganida to'g'ri qildimmi, xato qildimmi deb ko'p o'yladim. Yigit bo'lmaganida hech narsani o'ylamay sen bilan dunyoni narigi chekkasiga ham borardim. Boshimga nima tushsa tushsin. Hech bo'lmasa yonimda sen bo'larding. Qaysinisi xudbinlik, qaysinisi muhabbat, hammasi bir-biriga aralashib ketdi. Qay biri to'g'riligini ham bilmayman. Men bu hayotning qurboniman. Hayot menga ko'p narsalarni o'rgatdi. O'rgatmagan ko'p narsalari ham bo'ldi. O'rganishimga yo'l qo'ymagani ham kam emas. Xato bo'lsa xatoda jonim. Kunning bir daqiqasi har soniyasida men istaganday muomala qilsang, menga yoqadigan ishlarni qilsangina sevib qolmayman-ku. Sen meni baxtli qilishingni sevaman. Menimcha haqiqiy muhabbat shu bo'lsa kerak. Meni xafa qilsang-da, ranjitsang-da, menga yoqmagan muomala qilsang-da, seni sevaman, Nafas. Nafas. Men seni xatolaring bilan, gunohlaring, nuqsonlaring bilan qabul qilganman. Qabul qilganimsan. Sen meni xatolarim, gunoh va nuqsonlarim bilan qabul qildingmi? Albatta qabul qildim. Kemtiklarimiz bo'lsinki, bir-birimizni to'kis qilaylik. Xatolarimiz bo'lsinki, to'g'rilarni birga topaylik. Gunohlarimiz bo'lsinki, senga maktublar yozgandim. men ham. Qani o'sha maktublar? Narmin opada qoldi. Ya'ni u men bilan yigitni olib ketgan edi. Narmin opa? Sen nabirasini qutqargan ayol. Dengizdan kelgan qoplon debsan. Senga bir gap aytaman, lekin kulmaysan, xo'pmi? Ko'ramizda. Tohir, Bo'pti, gapir. sen bilan ayro qolgan paytlarimizda xuddi doim yonimdadek eding. Men shunday his qildim. Bir gal aytganding-ku, sen qayerda his etsang, men o'sha yerdaman deb. Yana chiroyli juftlik bo'ldik. Bo'ldikmi? Chindan ham bo'ldik. Qayerga? Bir necha soatda qaytaman. Yaxshi.
taraf